Hurmatli obunachilar, bizda bugun Bobirjon bunday bo'ladi. Faqat nima bo'ladi? Dalada sharoit yo'qlar bor-ku, faqat uyda yemlayman degan obunachilar qo'ylar bor. Kichkina maydasi yo'q. Sirada bor yemlaydiganlardan zo'r narxda chiqarib beramiz. Like bosib, kommentariy o'tanga rahmat yozib tursin. Zo'r narx qo'yib beramiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, Ismoil Uz kanali obunachilar, chorva ishqozlar, qo'zi qo'yish qozlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Soroy qishlog'ida Ikromjon akamiz qo'y firmasidamiz. Akalar, e'tibor qilib, video boshidan bir dona like bosinglar, chunki like bosishdan keyin chiqadi. Qo'chqorlar legendalar, zo'rlar bilan sizlarni chiroyli tanishtirib boramiz. Akalar, bugun 4-iyun, hafta kuniga chorshanba. Hammalaring kun xayrli va maroqli o'tsin deya sizlar bilan birgalikda Ikromjon akamiz. Jon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Obunachilar ham salom. Allangiz yaxshimi? Charchamaga yo'qolmang. Sizimiz aka Qo'chqor legendalari. Qo'chqor zo'rlar, shehlar. Shehlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bundan buyoq qurbonlik, yaqin oldisiz qurbonlikka so'ygani, oldisiz qurbonlikdan keyin dal suvoqqani bo'ladigan variantlar. Ammo bir so'z bilan aytganda oyoq qo'li o'ta cho'ziq, va gazlari bilan yaxshi narsalar degan. Zotga boqaman degan aka-ukalar ham sizlar tavsiya qilamiz. Chunki qo'yni bunaqa uzunligi kamdan kam tushadi ekan. Bor, qo'chqorlar sirop, lekin bunaqa uzuni kam tushadi ekan. Shu tomoniga ahamiyat berib beramiz. Ekan bo'lsin. Soni nechta ekan buni? Soni 18 bosh. Soni 18 bosh, bari qo'chqor. Pichmalari yo'q aka? Yo'q, pichma unaqa narsa. Ichida pichmalari yo'q, bari qo'chqor akalar. Bir bo'ladi. Inshaalloh ovqatga tashlanishini ko'ringlar akalar. Bu qo'y qachon qimmat bo'ladi? Yemasa ichmasa qimmat bo'ladi. Akalar tomonlarni yeb qo'yaman deyapti akamizga qo'shib. Bilasizlar qo'chqor zo'rligini, xudo xolasa. Xo'p, bo'ybaslar aka bu. Bo'ybas 85 kg. Tish buzgani bormi? Bu 90% tish buzgan bu. Hammasi 90%. 90% tish buzib bo'lgan, ichida bitta ikkita tish buzmagan bo'lsa agar. Ha. Lekin ko'pi aksariyat buzib bo'lgan. Aksariyati tishini buzib bo'lgan holatda. Xo'p, o'g'lar qo'yni uzunligiga e'tibor berib qo'yaylik. Lekin bular dalchi boqishga tavsiya qilaman akalar. Dalchi boqishga ham juda zo'r bo'ladi. Chunki Sati ham zo'r. Promoga hozir arzon ha bularni. Hozir. Ha demak ko'tarib ketadi. Ha, hozir oladigan payt. Seroq paytda ertadan sal salqin tushgandan keyin buni bunaqa narsa ham o'zini ham qidirib topish juda qiyin bo'ladi. Qoldirib ketadi bu. Ana shunday. Xo'p, bo'ybaslar o'lchanganmi aka? O'lchanga yana o'lchab ham beraveramiz. Aytib o'tsangiz ham bo'laveradi, o'lchab ko'rsak ham bo'laveradi. Aytib o'tsangiz ham bo'laveradi. 85 kg. 85 kg. 85 dan kichkinasi yo'q. Qo'chqorni bo'lyapti. Toza kashdan, toza hisori. Shek ekanmi aka, qo'zi? Yo'q, bu qo'zi ekan. Mana shu shekka chiqqan bo'lsa. Ko'p shakar chiqqan. Xo'p. Hurmatli obunachilar, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, hamma qo'yni bitta-bitta ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Nimaga? Telefonni ko'rib oling, maza qilasiz. Qana shuni bitta ko'rib beraylik aka. Ha, bu o'zi tish buzib, tishini chiqarib bo'pti akalar mana. Buni yemni bersa, yedaveradi. O'ta yo'g'on akalar. Bu ham shishak, qani aka? Ko'p tish buzgan sho'gan. Bu ham shishakmi? Ha, bu ham buzyapti. Bo'ldi. Hisob. 90% 90% buzib bo'lgan. Akalar buni oldiga to'kib qo'yib bersangiz ham bo'laveradi hozir. Faqat hozirgi kunda arpa berishni tavsiya qilib ketamiz. Bug'doy jicha siqil qiladi aka. Ha, arpa bersa yaxshi. Arpa bersa hozirgi kunda yaxshi bo'ladi. Endi akalar qo'ldan yaltiratadi ham-da. Albatta. Juda chiroyli chiqadi. Lekin qo'ylarga o'zimda oddiy fikrim akalar, qo'ylar juda chiroyli qo'ylar. Sifati zo'r, qo'ying bormi, bor deydigan holat ham ideal. Aka endi buni narx-navosini Hozir bugun shahrimizda yana bir partiya juno olingan variant bor. Xuddi shuni juno olib qo'yilgani bor. Keyin qo'zlarimiz ham bor. Videoni cho'zmaymiz, xullas kelaman. Issiqda obunachilardan kutirmay tars aytamiz. Ana shunday. O'tdi qayt yo'q. Hali 5 million, 5,5 million kami bormi? Bitta aytaman, bo'ladigan qaytaman. Dangal. Hammasini bir joyga olinsa 4 million 800 ming so'mdan ketaveradi. 4 million 800 ming so'mdan. Son 18 ta. Bitta obunachi uzoq Hop, dastlabki masalasi-chi aka, dastlabki masalasi. 18 tasini olinsa Samarqandga chiqib beradi. Samarqandgacha besplatni qilib yetkazdirib beriladi akalar, 18 tasini olib. Boshqa viloyatlarga ozgina yordam qo'yishadi, Samarqanddan olib ketaveradi. Aka, endi bunda obunachilar ham ichida o'ylab o'tirganda o'tadigan qancha ekan, chip-chip xayr yo'li bor degan aka-ukalar uchun. Bunda esa bu ham bozor, to'g'ri bozor. Ko'p o'tilmaydi. Akam chatim narx aytyapman. Endi sunnatiga nimadir o'taman. Telefon qilishaversa ishlari bitadi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, maqsad sotish akalar, aloqaga chiqishga bog'lanishdi akalar. Haqiqat bozorda buni ikkitasini bitta qilib ushlab turishsa, ikkita ushlab turgan aka-ukalarimiz, yaqin akalarimiz kamida 5,5 million narx aytishadi. Ha, shunaqa.
To'g'risida endi bozorlar ko'rib yurganligimiz uchun havodan olingan gap emas. O'zlaringiz kuzatib yurgansizlar davomida 5,5 milliondan kam narx aytilmaydi. Ayniqsa bunaqa yirik qo'chqorlarga kelasi 6 milliondan narx aytiladi. Tashab qo'ymayman. Aka, mash qo'chqorni uchun ko'rsating, oyog'ida oqib qo'chqorni ashib. Beterlab kechavermi? Qo'chqor ham bor, akalar, qarang. Bu qo'zi ham bo'lsa kerakmikan? Yo tish buzib turibman. Shak. Qo'yma qo'ychi metrda. Xo'p, akalar, yerdan balandligini olamiz. 88 rovna. Akalar, buni yungi yo'q. Ha, yungi yo'qmi? Yungi bosish kerak yo'q. 88 sm rovna janob. Shuni o'lchab qo'yamiz. 100%. Xo'p. Hurmatli obunachilar, 86. Shu 85 plyusda o'lchab ko'ryapman. Ha, o'lchab ko'rilgan 85 plyusga borsa. 4 million 800 ming so'mdan akalar telefon qilasizlar, uncha-muncha yo'l qo'yib o'tib beradigan joylari bor. Zot olaman, qo'yga qo'shaman degan aka-ukalarimiz uchun ham bunisi 4 ta 5 ta normalniy zotga qo'shadigan qo'shqonlarimiz bor ekan. Ular tarbiyasini qilib boqsalar, boqsa yaxshi daromad olib keladi. O'ta zo'r daromad keladi. Bo'yinni ham qo'ygan ham. Toshlarni olib qo'ying. Tulov, janob, mana bu bo'yinni ushmon tulovini qarang, voy mashalloh. Boshlabdi aka, o'zi ekan hali. Mana zotga. Ha, zotga olaman degan kerak. Cho'soqa keng gumbat tikka razrez bor, kalla kelishgan, bo'yin yo'g'on, oldi ket. Yo'g'on, yaxshi narsa ekan. Tavsiya qilib zotga. Akalar 4 million 800 ming so'mdan zo'r narx bo'ldi. Aloqaga chiqamiz. Keyingi partiyalarga o'tib ketamiz akalar biz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga uylari olib top-toza qilib qo'yilgan variantdan. Bir so'z bilan aytganda, yemni gazni qo'shib qo'yiladigan, lekin akalar bular sevishmaydi. Qurbonlikka so'ysa ham bo'ladigan juda yaxshi variant. Chunki hozir qurbonga yaqin akalar, ko'p aka-ukalarimizni, og'alarimizni vaqtlari bozorga chiqishga vaqtlari yo'q. Ikromjon akamizga aloqaga chiqing. Bitta olsangiz ham, 4 ta olsangiz ham, 3 ta olsangiz ham uyingizgacha yetkazib berish imkoniyatlari bor. Soni nechta aka bo'ladi? Soni 24 bor. Soni 24 bosh. Qo'chqor pichmalari yo'q ekan aka? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bular ham xuddi shulardan biri faqat yunga olingan. Yunga olib qo'yilgan variant. Yunga olib qo'yilgan variantlar xudo xolasa. Ko'p ekish bo'ladi endi, to'g'ri. Ular ham ko'p ekishlar, cho'l sohalari keng yaxshi narsalar ekan. Bir so'z bilan aytganda qurbonlikka boqsa ham bo'ladi akalar. Qurbondan keyin boqsa ham bo'ladi, qurbonlikka so'ysa ham bo'ladigan variant. Shu tomonga qarab. Xo'p, yeb ichari sog'lik salomatligiga garantiyalar bor. Ishni ham qarang. Bir hafta 10 kunga garantiya bor. Mashalloh, mana akalar. To'g'ri, bo'lmasa qonni to'g'ana, qonni Xo'p, bularni bo'y basti ham shular bilan bir xil. Hamma yo'g'i bir xil, faqat yunga olib qo'yilgan, soni ko'proq. Xo'p, aka bo'lmasam buni narx-navosi nima deymiz, narx-navosi? Shu narxi 48 dan. 4 million 800 ming so'mdan. Buni soni 24 ta, 12. Aka, buni endi soni ko'proqligini hisobga olgan holatda shuni ozgina o'tib qo'yaylik. Bo'ldi, buni hammasini olinsa 100 ming o'tib beraman. 4 million 700 ming so'mdan, aka. 4 million 700 ming so'mdan hammasi bir joyga ketaveradi. Endi olishga ko'p razlika qilmaydi. Qanchalarni sashib aka? Yo'qqan shu. 5 milliondan oxirlagan qo'chqorlarni tilla bo'lsalar bo'laveradi. Akalar hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarga akalar 4 million 700 ming so'm dastlabki Samarqandgacha ham aka. Qo'y yeb ichsa bo'lib, yana davsiz yuradi. Buni akalar so'ygani tavsiya qilaveramiz. Xotirjam qurbonlikka yaxshi bo'ladigan variant. Keyin qurbonlikdan keyin dakansi boqaman degan aka-ukalarga ham, aka? Ha, bemalol. Bemalol. Boqsa ham bo'laveradi, hozir olib qo'ysa ham bo'laveradi. So'ysa ham bo'laveradi. Xo'p aka, bitta olsa ham, 4 ta olsa ham yetkazib berish imkoniyatlari bor. Yetkazib ham beramiz. Misol, saqlab turgan sharoit yo'qlarga saqlab beramiz. Bitta yerga qo'yib qo'yib, alohida ukam qo'rasi olib qo'yamiz. Apida olib ketib, to'yadigan kuni olib ketishadi. Namozdan, hayit namozidan keyin so'ygani olib ketishadi, aka. Bemalol yem-hachangizni ichtiramiz. Akalar, mana sizlarga imkoniyat zo'r. Sizlarga o'sha kunga vaqt bo'lmay Duo qo'yishadi o'sha. Duo qilib qo'yasizlar, bo'ldi xolos. Yem-hachaga 1 so'm pul so'ramaydi. Telefon qilib dogovor qilib qo'yasizlar akalar. Uncha-muncha bir ishonchga bir zakolat tashab qo'ysalaring, xudo xolasa. Qo'ydi, chiroyli qilib boqib turishaveradi. Hayit, xudo xolasa hayit namozidan keyin chiroylilab so'ygani sizga jo'natib uyingizgacha yetkazib berish imkoniyatlarini qilib beriladi. Imkoniyatdan foydalaning akalar. 4 million 700 ming so'mdan ochiqcha Oqaman degan akalarimiz zo'rlar. yo'q tashabbus. Yo'q, boqishmaydi. U salqin tushganda shuni sotib beradi. Yetiladi. Ularni qatillashib.
Akalar tavsiya qilamiz, oldinda keyingi partiyalar qo'zi qo'chqorlarimizni ham udonlari bor ekan, sizlarga taqdim etamiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga qo'zi qo'chqorlardan so'ragan aka-ukalarimizning qo'zi qo'chqordan ham shisha damini berib beradigan variant. Bular uch to'g'lik o'tib qolibdi, Akrom aka. Ha, bular 7-8 yil o'tib qolgan. 7-8 yil qo'ygan oltani to'g'lik o'tib qo'ygan. Akalar mana shunaqa qurollikka bo'laveradi. Aka, Ha, qurolliqqa bemalol bo'laveradi. xudo xolasa. Qo'l baqara. Askarlar ustoz yashib chiqardi. Yana qo'chqor kellasiga qarab bilsanglar bo'laveradi. Mayda qo'zi. Ha, mana meva-shevasini olib ko'ring. Mayda qo'zi va sana tomoniga yaqinlashib bilsanglar bo'ladi, lekin qo'zi zo'r. Qo'yaveramiz. Son nechta aka buni? Son 16 bor. Son 16 bor, o'sha 7-8 oylik bo'ybasiz aka bo'ladi. Bo'ybasini shu ultimatdan turgan. Mana bu semizlar. Ha, birdan semizlardan olaman degan. Mashalloh. Akalar normalni go'shti bor. Normalni go'shti bor. Xotirjam bo'lasiz savdo xolos. Bu 75. Bu ya 75 ga so'radi aka. Bo'ylarni 75 ga olmoqlar. Buni yeb ichar sog'lik salomatlik garantiyalarini Bir hafta garantiya. bir hafta bemalol sinab olsa bo'laveradi. Bemalol. Bo'lsin. Bir hafta xotirjam sinab olaverasiz. Aka buni narxi nima deymiz? Buni ham oldiga cho'zmaymiz, obunachilar tutmaymiz. Aha. Hammasi bir joyga bo'lsa, Samarqand dastlabkasi bilan 3 million 600 ming so'mdan ketaveradi. 3 million 600 ming 100 ming so'mdan plyus minusi bor. Talla olishga. Talla olish. Talla olishga 100 ming so'mdan plyus minusi bor. Yo'q. Samarqandga ketirib 3 million. Aka buni ichi o'tib beraylik, mana shu qo'ydi. O'zi yaxshi narx qo'ydi u. Narx zo'r. Ozgina o'tadigan joyini o'tib beraylik aka. O'tib beramiz. Qancha o'tib beramiz? Chaynalmaymiz o'sha 100 dan. 100 ming so'm. Mayda chudasi. 3,5 million. 3,5 million. Tanaga eshitdilar. Zo'r akalar, 3 million 500 ming so'mdan akalar bemalol xarid qilsang bo'laveradi. Bo'ylar 75-78 oylik to'qqiz o'tib qo'ygan qo'zi qo'chqor. Shunday. Boqsangiz ham bu qo'ylar normalni besolar, normalni bo'yiga cho'zadigan qo'zi qo'chqorlar. Mana tomoniga xarid bersin. Mana bu qo'chqorga attendib like bosib qo'yamiz. Bular bizdan bo'lishini oldinda keyingi partiyada. Tilla olishga kerak 100 ming kilodan olgan qo'chqordan tilla bo'ladi. Ha. 3 million 500 3 million 500 qo'ygan bo'lsa 100 ming so'mdan ketaveradi. 3 million 600 ming so'mdan tilla olsin, ha? Bitta qo'y 100 ming minusga chiqarib beramiz. 4 ta qo'y 100 ming minusga chiqarib ham beriladi. Plusda minusi ham bo'ladi. Ha. Xotirjam bo'lasiz. Akalar, hali ham bitta like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosmang. Siz uchun buni issiqda oson emas. Mehnat qilyapsiz. Mehnatingiz yarasha. Bir don like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz keyingi partiyaga o'tib turamiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga oyoq qo'li uzun, boqishga arziydigan, cho'soqlari keng, oldi oyoqlarini pachalariga bir e'tibor bersang, pachalari ham yo'g'on akalar. Keyin to'shlar irg'ib chiqqan yaxshi variantdagi qo'zi qo'chqorlar akalar. Soni nechta kilometr ekan uni? Soni 19 bosh. O'shalargacha aka bular. O'sha tarafda bo'lsa, To'xtang, oldiga o'tib hech to'shini ko'rsatmayapti. Qo'chqorlar to'sh uzat ekanda, jiyani valloh. Akalar qaysi tomon bo'lsa qo'chamiz. Qarang, qo'chqorlar. Sen kelmayapti akalar. Endi iloji boricha sizlarga taqdim etiladi. Qo'ldan kelgancha qo'shilashtirib tursin. To'shlar aralashib chiqqan narsaga. Xullas akalar bir so'z bilan aytganda, Muvofiq kelishgan o'ta. mehnat qilishingizga arziydigan, chiroyli rezultat beradigan yaxshi qo'chqorlar. Shu tomoniga qarab beramiz. Chov sohasi hamisha gapirib o'taman. Chunki chov sohasi keng qo'chqorlar yaxshi effekt beraveradi xolos. Xo'p, yoshlarga qanchaga berdik endi Ikrom aka buni? O'sha shu 5 oy plyus bo'lishi kerak. 5 oy To'rayli plyus. qo'ymas, Ha, to'rayli qo'zi emas. Balki 6 oyda endi hamtaqmi 5 oy jo'ri chekaman men. Xo'p, bo'ybaschi aka, bir bo'ybaschi. Bo'y bastım bitta o'chab to'shni bilmayman. Metrdan ancha farq ekan. 70 dan. Bismillah. Qo'y turuvzon. Ila orqasi tisarin turibdi, lekin shunday bo'lsa ham o'lchab qo'yamiz. 75 rovno ekan aka bu qo'yamiz. Ha, o'sha 70 plyus. 70 plyusga olaveramiz. 70 plyusga olsa. Hurmatli obunachilar, 70 plyusga bemalol xarid qilsalar. 75 plyus. O'zi pashtimda haligi nima so'radi? Pashti bir xil. Bir xil deb qo'yadi. Katta kichkina terib qo'ygan. Katta kichkina terib turgan bir xil deb qo'yadi. Aka buni yeb-ichari sog'lik salomatlik garantiyalar bor. 10 kun garantiya. Yemiş o'ta xo'roq. Tomonni ham yeydi shuni. 10 kunga behijolat 10 garantiyasi kunga xotirjam. Xotirjam Ha, garantiyasi beriladi. Narxini nima deymiz aka? Bu narxini sizda qiynamay jonivorlarni. Narxini 30 qo'ymoqchi edi. Ha. Qarang, bitta aytib ketaman. 3 million 200 ming so'mdan hammasini bir joyga Samarqandga dasturga qilib 3 million 200 ming so'mdan Samarqandga Ketaveradi, Samarqand. beriladi. Juda chiroyli narx. Mayda bor. Zo'r narx. Qarang, mayda bo'ldilar.
Videoda bir xil ko'rinishi mumkin-ku. Bunaqa mayda qo'zg'atsa yaxshi. Yo'q, o'zi bizni hurmatli og'amaslar, og'alar o'zi kalla boshimdek ko'p ko'rsatib lekin ekan, tushunib olishadi. Bizni kanalda obuna bo'lgan aka-ukalarimiz qo'yga tushungan hammalari. Xudo xohlasa, akalar qo'y bilan qo'yni farqi bor, qo'yni holati zo'r, narxiga yarasha xudo xohlasa. Qimmat bo'lganda, qimmat bo'lganda qimmat deyapsiz deydilar, lekin baribir qimmati bor aka, status. O'tadigan joyi bo'lsa, mana shu dangal. Bo'ldi o'tamiz, buni ham o'sha 50 qilmaymiz. Bo'pti, 100 o'tib beramiz. 100 ming dan o'tib beriladi. Qo'y olaman degan odamning ishi bitadi, xudo xohlasa. Bir so'z bilan to'q qilish bo'lsa, ha. Gap yo'q. Hurmatli og'amaslar, qo'y olaman degan odamning ishi bitadi. Bemalol telefon aloqa qilish. Tilla olishga nima deymiz aka? Tilla olishga 100 ming so'm plyus qiladi. 100 ming plyusga 32 dan bemalol tilla bo'lasizlar. Ozgina chiroyli gaplar bo'ldi bahos. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing akalar, oldinda keyingi partiyalarimiz. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga menga puli yengilroq bo'lsin, lekin oyoq qo'li uzun bo'lsin degan aka-ukalarimiz uchun oyoq qo'li uzun variant xudo xohlasa. Sog'ni 11 donami aka? 11 dona, ha. 11 dona. Hammasi yeb ichishni qilgan. Yerdan mushuklarga yoqishgan aka, janob. Qo'ylar yeb ichishlar zo'r ekan xudo xohlasa. Xo'p, bo'ybasini nechiga beramiz aka bularni? Bo'ybasini o'lchaymiz mana. To'shin bilmaymiz. Kel. Buni o'lchaysiz, qo'chqonlar. Biz shuna qo'ydik. Zo'r qo'chqonlar chiqadi aka. Mana shu qo'chqonlarga ham aniq telefon qo'yadi, chunki narxi yengil bo'ldi akalar. Qani? Xo'p. Yerdan balandligi aka 69 ekan bunimiz. 69 mi? 70 plyusimiz yo'q. 70 plyusimizga olsalarmi? 65 yo'q. Hop, hurmatli og'alar, 70 plyusimizga xarid qilib bemalol 65ligi yo'q, 65dan yuqoriga chiqargan. Qo'yni qo'chqonlarimiz. Yebishalarni ko'rdilar, shundoq bo'lsa ham bir haftaga kafolati bor aka. Ha, bir hafta 10 kunga garantiya. O'ylashmadim. Bemalol bir hafta 10 kun kafolatini berib sotilar ekan. Romandan qo'yinglar, qo'ylari uzunligi zo'r. Bir so'z bilan aytganda olgan odam maza qilib boqadigan, yaxshi rezultat qiladigan, sababini qilib chiroyli qilib boqib qo'ysa ham bo'ldi akalar. Xudo xohlasa yaxshi rezultat qilib beradi. Aka buni narx-navosini nechga qo'yib beramiz endi xudo xohlasa. Buni ham cho'zmaymiz, Boburjon. Ha, aka. Hammasi bir joyga bo'lsa 2 million 800 ming so'mdan ozdan o'tadigan jeti bor. 2 million 800 Telefon qilib o'tib beravermayman, şeyde o'tib qo'yaman. Dangal şeyda o'tib beraman. Bo'ldi 2 million 700 dan. 27 dan. Ketdi. Tarslar, Uçmaz hammasi. Samarqandga yetkazib beramiz. Ha, Samarqandga besplatno dostavka. Samarqandgacha besplatno dostavkasi ishda qilib yetkazib beriladi. 2 million 700 ming so'mdan. Mana holat ideal, yaxshi olaman degan, oyoq qo'li uzun bo'lgan degan aka-ukalarga 100 pul tavsiya qilamiz aka. Tanlab olishgacha aka. Tanlab olish 100 ming so'm plyus minusi bor. 100 ming plyus minusiga bemalol tanlab xarid qilsalaring bo'ladi. Akalar, layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xohlasa sizlar uchun mehnatdan to'xtamaymiz. Bizga sizlar layklaring kerak, duolaring kerak, xudo xohlasa. Duo qilib, layk bosib tursangiz, chiroyli qo'shqonlar taqdim etib boramiz qo'limizdan kelgancha. Hurmatli obunachilar, videolar shu joyda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'linglar.